ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Va azizlar, hozirda nafaqat xorijda bizning yoshlarimiz bilim olish uchun borishadi, balki sayohat uchun ham borayotgan yoshlarimiz, hamyurtlarimiz bugungi kunda juda ham ko'p bo'lmoqda. To'g'ri aytasiz, ammo O'zbekistonga kelayotganlarning soni undan ham ko'p. Mana sizga aniq bir ma'lumot aytaman. 2025-yil aprel oyida O'zbekistonga 1 milliondan ziyod xorijiy sayyoh tashrif buyurgan va bu mamlakat tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich bo'lgan. Juda yaxshi va albatta bu mamlakatimizdagi turizm salohiyatini isloh qilinayotganligidan dalolat beradi. Olganda yana aytishimiz mumkin, ochiqlik va xalqaro hamkorliklarni yo'lga qo'yilganligi bu borada albatta ko'rinib turibdi. Xo'sh, bu sohada qanday ishlar amalga oshirildiki, sayyohlarning soni, oqimi ko'payishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda va bu haqda biz bugun Turizmni rivojlantirish assotsiatsiyasi raisi Dilshod Odilov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Dilshod aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz yana bir bor. Xo'p, siz mehmonxona menejmenti bo'yicha katta tajribaga egasiz Dilshod aka. O'zbekistonning mehmonxonachilik madaniyati qanday baholaysiz? O'zbekistonda mehmonxonachilik madaniyati dunyoda eng oldin o'rinlarda turadigan madaniyatlardan hisoblanadi. Chunki turistlar bilan ko'p gaplashganingizda, turistlar bir davlatga borayotganda eng birinchi bo'lib o'sha joyni insonlaridan kelib chiqib tanlov bildiradi. Masalan, ba'zi davlatlarda odamlar sal qo'polroq bo'lsa, majbur bo'lmagan odam bormaydi. Lekin o'zbek bizda ota-bobolarimiz tarixdan mehmon kutishni qoyillatib qo'yishgan. Shuning uchun mana shu o'zbek samimiyati, o'zbek mehmon do'stligi bizga mehmon kutish yarashadi. Bizga yarashadi. Bizning ishimiz shu. Lekin ham shuni ham guvohi bo'lganmanki, haqiqatan ham o'sha ko'p sayyohlar kelishadi va albatta ijobiy fikrlar bildirishadi. Ulardan so'rasangiz, birinchi navbatda albatta taomlarimizni maqtashadi. Biz baribir chet elga borganimizda tanlaymiz, to'g'rimi, taomlar. Lekin bu yerga kelgan barcha sayyoh, hamma sayyohlar yaxshi ko'rishadi taomlarimizni. Buni siri nimada deb o'ylaysiz? Shikoyat ham qilishadi. Ko'p yeb qo'yyapman. Semirib kelyapman deb. Mazaligida to'xtashi degan juda shunday hazilomuz, lekin yarmi hazil, yarmi chin shikoyatlar ham ko'p. Chunki rostdan ham gastronomik imkoniyatlarimiz juda keng. Juda keng. Ayniqsa mana qo'shni davlatlardan ham, Qozog'istondan, Rossiyadan keladigan mehmonlar asosan gastronomiyaga ko'proq kelishadi. Lekin mehmonxonalar ham albatta yetakchi o'rinlarda, birinchi o'rinda desak ham xato bo'lmaydi. Aynan mehmonlarni kutib olishda, sayyohlarga qulaylik yaratish borasida, to'g'rimi? Bugungi kunda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Avvallari ko'p kuzatardimki, shu shahrimizda, umuman viloyatlarimizda ham ko'p mehmonxonalar qurishni boshlashganda, kim bilan to'ldirishar ekan bu mehmonxonalarni, qanday ketar ekan bu ish deb o'ylagandim. Bugungi kunda bo'sh vaqt, bo'sh joylarni topish qiyin bo'lib qolgan. Bu sabab nimada? Oqim ko'payishida. Bu joyda kompleks tarzda olib borilgan ishlar, rejali, strategik tashkillashtirilgan ishlar sabab mana shu 2017-yildan boshlab bir qator bir-biriga ko'mak beradigan qarorlar qabul qilingan davlatimiz rahbari tomonidan. Bir tomondan mehmonxonalarga subsidiya ajratildi. Mehmonxona qurishni rag'batlantirish uchun har bir xonaga 3 yulduzga 40 million, 4-5 yulduzlarga 65 million so'mdan har bir xonaga. Yana undan tashqari har bir xonaga. Undan tashqari agar brend mehmonxona quriladigan bo'lsa, bu subsidiyaga qo'shimcha ravishda brend olib kelgani uchun yana har bir xonaga 1,5 ming. Brend deganingiz, ya'ni franshizalar, to'g'rimi? Franshiza yoki menejment bo'lishi mumkin. Xalqaro brendlar. Xalqaro brendlar. O'sha tomonlama mehmonxona ko'paytirish topshirig'i boshlandi. Boshqa tomonlama turist oqimini ko'paytirishga yo'naltirilgan ishlar amalga oshirildi. To'g'ri, faqat mehmonxona qurish bilan ish bitmaydi. Albatta, shuning uchun birinchi navbatda bosqichma-bosqich ko'plab davlatlarga viza talablari yoki bekor qilindi, ba'zilariga soddalashtirildi. Hozirgi kunda eng vizasi oson davlatlardan bittasi bo'lib qolgan O'zbekiston. Aksariyat davlat vizasiz kelaveradi-da. O'sha narsa. Undan tashqari O'zbekistonni reklamasiga e'tibor qaratildi. Ya'ni marketing. Masalan, Premier Ligada O'zbekistonni reklama qilinishi, undan tashqari CNN, BBC ga o'xshagan dunyoga mashhur kanallarda O'zbekistonga kelish haqida reklamalar bo'ldi. Undan tashqari o'sha turli davlatlardagi ko'rgazmalarda, ekspolarda O'zbekiston davlati qatnashib
mana shu narsalar ham yana turist oqimining ko'payishiga sabab bo'ldi. Juda yaxshi. Hozir mana brendlar haqida gaplashdik-da, franchizalar haqida. Mahalliy brendlarni o'stirish uchun nimalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Mahalliy brendlar ham bo'lishi kerak, menimcha, to'g'rimi? Albatta, mahalliy brend. Endi brend yaratish juda qiyin ish o'zi. Chunki uni tarixini yaratishingiz kerak, falsafasini yaratishingiz kerak, standartlarini yaratishingiz kerak, ichkaridagi dizaynlarigacha hamma juda ham katta, murakkab. O'ziga yarasha talablari bor. Talablari bor va ham ko'p pul talab qiladi, ham katta mehnat talab qiladi. Shunga qaramasdan yaratilayotgan o'zbek brendlari bor. Bor, misol uchun Asiya Fergana deyman. Boshqa viloyatlarda ham bor, Asiya, Toshkent, Fergana va hokazo. Malika degan otellar, setlarimiz bor. Shunga o'xshagan mehmonxona setlari o'zimizda ham chiqyapti. Lekin chet el brendlari ham ko'paydi. Bu juda ham quvonarli holat. O'zi iqtisodiyotda bir narsa boshqa narsaga signal beradigan xususiyati borda. Masalan, xalqaro brendlarning ko'payishi deylik qaysidir katta bir tekstil kompaniyani bu davlatga kirishiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Chunki brendlar, xalqaro brendlar o'ta ehtiyotkor bo'lishadi. Bir davlatga kirishdan oldin bir necha yillab bu davlatni kelajagini o'rganib chiqishadi. Ana o'sha xalqaro brendlarning kattalari, mana Hilton, Hyatt deylik, shunga o'xshagan brendlarni Marriott, Intercontinentallar kirib keldi degani, buni ko'plab chet el mutaxassislari, nufuzli konsalting tashkilotlari bu davlatni ijobiy baholagan degan signal beradi. Lekin qarang, biz chet ellarga chiqqanimizda baribir o'sha mehmonxona tanlayotganimizda yoki o'sha xalqaro brendlarni tanlaymiz yoki o'sha o'zini madaniyatiga, urf-odatiga xos bo'lgan mehmonxonalarni ham tanlaymiz. Bizda ham baribir menimcha sayyohlar ko'proq shu bizning madaniyatimiz, urf-odatimiz birlashgan mehmonxonalarni tanlasa kerak yoki milliylikni turib turgan. To'g'ri, juda to'g'ri aytyapsiz. Bu o'zi dunyoda brendlar ham shu narsani tushunganda endi xalqaro brendlar ham aytadiki, masalan, O'zbekistonda deylik Marriott mehmonxonasi qurayotgan bo'lsangiz, brendni o'zi tavsiya qiladi. Milliy elementlaringizni qo'shing deydi. Ba'zi joylarda milliyligingiz sezilishi kerak. Ya'ni o'sha Marriott O'zbekistondaligi bilinishi kerak-da. Brendlarning o'zi ham buni tavsiya qiladi. Bizda ham endi mehmonxona boshqaruvi bilan shug'ullanamiz. Biz boshqaradigan mehmonxonalarning hammasini o'zbek nonushtasi burchagi tashkillashtirganmiz. Bu birinchidan turistlarga yoqadi, chunki bir davlatga borganda hammamiz ham o'sha davlatni taomlarini ko'rgiz keladi. Bu odamlarning kulturasini, madaniyatini ko'rgiz keladi. Birinchidan. Ikkinchidan, tan narxi arzon. Bizning nonushta zo'rda. Qaymoq, non, o'sha deylik o'rik, shunga o'xshagan narsalar. Magiz, atala beryapti. Atala necha pul turib, juda ham arzon narsa. Lekin turistlarga yoqyapti shu. Noodatiy taomlar. Noodatiy. Keyin o'sha mehmonxonalarda lobbi qismlarida o'sha milliylikni ko'rsatadigan foto zonalar qilish juda yaxshi effekt beradi. Atlas, adreslar bilan bezatilgan. Hozir masalan bitta xalqaro mehmonxona bitkazilyapti shu yilda, ichida ikkita lyuks xonasi to'liq milliy shaklda qilingan. Bu haqda eshitgandim. To'liq milliy shaklda. Hali rasmini qo'yilgan, rasmini qo'ydik, hali u mehmonxona yo'q. Talash bo'lib ketyapti. Qachon ochiladi? Mana shu xonani turistlarga sotamiz. O'shaning uchun hamma narsani zamonaviy qilavermasdan o'zimizni milliylikni qo'shish ham bozorga juda chiroyli taklif bo'ladi. Mana siz ham ko'p sayohatlarda bo'lgansiz va o'sha dunyo miqyosidagi mehmonxonalarga borganingizda qaysidir jihatdan g'oya o'g'irlash ham bo'lganmi? Ilhomlanishmi yoki bo'lmasam, aynan O'zbekistonga borganimda mana shu narsani men ham albatta bajaraman degan narsa. Biz o'zi chet elga chiqsam, masalan, 8 kun yursam, 8 xil mehmonxonada yashayman. Erinmayman. Har xil mehmonxonalarda. Yo'nalishi har xil bo'lgan. Masalan, Istanbulda bir mehmonxona bor. Ottoman's Life degan mehmonxona, butik otel. Bir o'sha Usmoniylar davrini mehmonxonaga kirgizganda, bir qavati Usmoniylar, bir qavati undan oldingi Usmoniylardan oldingi sultonlarini davrlarini o'sha dizaynda kirgizgan. Hatto telefonlari ham haligi
tilla o'sha eski sultonlar payti oxirgi davrida qilingan va lobbisida o'sha foto zona bor edi. Tashqariga ham aravacha qo'yib, haligi yog'och g'ildirakli arava va ustini gullar bilan foto zona qilib ajratib qo'ygan. Mana shu narsalardan ilhomlangan holatda o'sha hozirgi xalqaro brend bilan IB Style bo'lib ochilayotgan mehmonxonaning ichidagi xonani o'sha yerdan g'oya olib, lekin milliylik bilan qildik. To'g'ri, mehmonxonalar ko'paygani bu albatta yaxshi, lekin ishchi kuchichi u ham bir muammoga aylanib qolmaydimi? Bu ishchi kuchi qanday yo'lga qo'yapsiz? Ishchi kuchi boshida juda ham muammo bo'lgan. Chunki faqat o'sha Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida va yana ba'zi bir ikkita universitetlar, institutlardagina mehmonxona va turizmga kadr yetishtirib chiqarilardi. Qolganlarini o'sha ingliz tili bo'yicha tayyorlaydigan joylarda dan chiqqan kadrlarni ishlatishga majbur bo'lardik. Endi hozirgi kunda 30 dan ortiq o'quv dargohlarida aynan mehmonxona va turizm xodimlari yetishtirib chiqarilyapti. Ko'pchiligi dual ta'lim yo'nalishiga o'tgan, ya'ni bir qismi universitetida, bir qismi mehmonxonada o'tyapti o'qishi. Yana undan tashqari o'quv kurslari ko'payib ketgan, ularning onlayn variantlari ham chiqib ketgan. Narxlari arzon bo'lib ketdi, oldinga nisbatan bir 10 baravarlar narxlar arzon. Masalan, Hotel Pro akademiyasida taxminan 400 ming so'mga bir yo'nalishni kursini o'qib olsa bo'ladi. Sertifikat beriladi. Shunaqa yo'nalishlar ko'paydi. Yoshlar orasida talab kattami o'zi bu o'qishga? Aynan mehmonxona sohasiga qiziqayotganlar ko'pmi? Ha, ko'p. Endi mehmonxona sohasi birinchidan o'zi qiziq soha. Masalan, o'rtacha bir 100 xonalik mehmonxonada ishlagan odam bir yilda 30 mingga yaqin odam ko'radi. Bir yilda. Agar 10 yil ishlasa 300 ming odam ko'rish imkoniyati bor. Shuning uchun dunyoqarash o'stirish uchun juda ham qiziq soha. Undan tashqari mehmonxonada o'sish hech qaysi boshqa sohaga o'xshamaydi. Masalan, mehmonxonaga xona tozalovchi bo'lib kirib kelib, bir nechta mehmonxonani qo'shib boshqarayotgan odamlar bor O'zbekistonda. Hozirgi kunda. Yoki sumka tashuvchi bo'lib kirib kelgan, hozirgi kunda 4 mehmonxonaga aniq maqsad bo'lishi kerak. klaster menejeri bo'lib ishlayapti-da. Mehmonxonada bu mumkin. Jarayonda pishadi. Ha, jarayonda ish o'rganib ketadi. O'zi aslida turizm sohasi bitmas tuganmas soha, ya'ni mavzu juda katta, ammo bizda ko'rsatuvimizda vaqt chegaralangan. Menimcha keyingi ko'rsatuvlarda ham buni yanada batafsilroq yoritamiz bu mavzuni va sizga kelganingiz uchun katta rahmat deymiz Dilshod aka. Keyingi ko'rsatuvlarda umuman ishingizda omad, rivojlanaversin yana ishingiz va keyingi ko'rsatuvlarda yana boshqa yangi loyihalarni muhokama qilish nasib qilsin albatta. Yana bir bora xush kelibsiz. Biz esa qadrli teletomoshabinlar, O'zbekiston vaqti bilan dasturimiz